Uying tormi? Uysiz yurgan, ko'chada qolganlar bor. Bitta oyog'ing sindimi? Ikkala oyog'i ishlamayotganlar bor. Arabada o'tirasan yura olmasdan, komada yotganlar bor. Qaraginda, dunyoda sendan ko'ra holi xarobroq bo'lgan, dunyo matohida holi xarob bo'lganlar bor. Unga qara, shukr keltirmay ilojing yo'q. Ammo oxirat ishlarida o'zingdan baland bo'lgan odamga qara. Avvalom bir o'zimizni o'lchov tushunchamizni tuzataylik va oilalarimizni o'lchov tushunchasini tuzataylik. Bolalarni boy bo'lishga o'rgatmaylik. Chunki boy kambag'al bo'lishlik taqdir masalasi. Otalar o'zini farzandlarini Alloh bergan kunidan rozi bo'lishga o'rgatsin. Avvalambor o'zi ko'rsatsin rozi ekanligini farzandlariga. Chunki o'g'il bola uchun, dadalar, yosh dadalar, o'g'il bola uchun eng birinchi kumir bu uning otasi. O'sha 10 ga kirgan, 8 ga kirgan o'g'lingiz uchun eng birinchi kumir sizsiz.